Assalomu alaykum, добрый день. Kecha olib qolingan mashinamiz Spark tayyor bo'ldi. Полностью yechib yuvildi. Gilam yuvildi, yechildi, обшивка, porog, lotka, bardachog'gacha kraska nimasi bo'lmayapti oxiri bilayman. Keyin filtr bilmayman, qiyshaytirib tiqib qo'yishgan, o'zinikimi noto'g'ri turgan edi, kir bo'lib ketgan ekan. Filtrini ham olib tashladi. Bularning sideniyasi material juda ham nozikda, suv to'kilsa ham petno bo'lib ko'rinaveradi. Yana nima qilindi? Sideniya restavratsiya qilib yuborildi ozgina. Mana shu joy ketib qolgan edi. Sparklarda ko'pinchalik tekkan kasanash biqini ketadi. Qo'ldan kelgancha hamma yog'ini zavодской qilib yuvib, tozalab qo'yib berdi. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Всем удачи. Charchamanglar, salomat bo'linglar.